Listeningdan 9 olish uchun sizga kerak bo'ladigan 3 ta mashq. 6-noyabr kuni shaxsan o'zim IELTS examga kirdim va listeningdan 9 oldim. Bu listeningdan olayotgan 4-9 bo'ldi. Endi listeningdan 9 olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Demak, 3 ta qadam bor, bularni gaplashamiz. Birinchisi listening. Ya'ni siz o'zingiz yoqtirgan sohada, janrda har xil kinolarni, podkastlarni yoki yangiliklarni ko'rib borishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi dictation. Sal osonroq bo'lgan kontentlarni, misol uchun 6 Minute English, BBC bo'lishi mumkin. BBC kontentlari yoki podkastlarni doimiy ravishda dictation qilib borishingiz kerak. Dictation degani eshitganingizni yozib borish. Bu listeningdagi xotirani yaxshilashga yordam beradi. Va uchinchisi practice testlar bilan ishlash. Maxsus practice testlar bilan ishlashingiz kerak va testlarning natijasi chiqqandan keyin shunchaki keyingi testga o'tib ketmasdan bularni bitta-bitta to'g'ri javobni ham, noto'g'ri javobni ham analiz qilib borishingiz kerak. To'g'risi nimaga to'g'ri bo'ldi, noto'g'risi nimaga noto'g'ri bo'ldi. Mana shu 3 ta exercise'ni doimiy qilib yurish orqali listeningdan 9 band skorga chiqishingiz mumkin.